بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 154 bab باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. Ana endi birov o'zini yaxshi birodari bor, uni yo'ldan toyib ketmaslikka emin, ishonchi komil, o'shani maqtasa bo'ladimi degan bab. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinar ekan, anna nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Ni'mar rajulu Abu Bakr, ni'mar rajulu Umar, ni'mar rajulu Abu Ubayda, ni'mar rajulu Usayd ibn Hudayr, ni'mar rajulu Thabit ibn Qays ibn Shammas, ni'mar rajulu Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh, نعم الرجل معاذ بن جبل قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد 7." Mana bu yerda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir kishilarni maqtaganlari bor ekan. Abu Bakr qandoq ham yaxshi kishi degan ekanlar. Umar qandoq ham yaxshi kishi, Abu Ubayda qandoq ham yaxshi kishi, Usayd ibn Hudayr qandoq ham yaxshi kishi, Thabit ibn Qays ibn Shammas qandoq ham yaxshi kishi, Mu'az ibn Amr ibn Jamuh qanday ham yaxshi kishi, Mu'az ibn Jabal qanday ham yaxshi kishi deb, ya'ni 7 ta odamni qandoq ham yomon odam deb aytgan ekanlar. Demak, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Allohning payg'ambari, u zot o'zlari bilan yurgan kishilarni nihoyatda yaxshi biladilar. Oqibatlarigacha ana o'z ashablaridan bir nechtalarini nomlarini olib maqtab yaxshi odamlar bular deb aytgan ekanlar. Haqiqatdan bular islom ummatining eng yaxshi odamlar. Hazrati Abu Bakr Siddiq keyinchalik ham islom ummatini ijmo'i bilan bir ovozdan payg'ambarimizdan keyin eng yaxshi odam degan demak martabaga erishganlar. Hazrati Umar Hazrati Rasul alayhissalatu vassalam u Hazrati Abu Bakrdan keyingi 3-shaxs deb e'tirof qilinganlar, bu aqida kitoblarimizga ham yozilgan. Abu Ubayda Jarroh ulkan sahobiylardan, bu kishi ham nihoyatda yaxshi yashab, yaxshi demak holatlarda o'tib, nihoyatda katta buyuk sharaflarga ega bo'lganlar. Usayd ibn Hudayr radhiyallohu anhu Madina ahlining kattalaridan bo'lganlar. Ansoriylarning ulug'laridan bo'lganlar, butun umrlarini islom uchun sarflab o'tgan buyuk zotlardan, oqibatlari nihoyatda yaxshi holda ketgan zotlardan. Thabit ibn Qays ibn Shammas ham shu kishiga o'xshaydilar. Mu'az ibn Amr va Mu'az ibn Jabaldan ham islom ummatining buyuk shaxslaridan bo'lganlar va behudaga Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ularni nomma-nom olib yaxshi odamlar deb aytmaganlar. Albatta bu narsa bu ulug' zotlar uchun katta bir sharaf. 338-hadis Oysha onamizdan. Ista'zana rajulun ala Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bi'sa ibn al-ashira. فلما دخل هش له وانبسط إليه. فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت يا رسول الله أقلت لفلان ثم هششت إليه، وقلت لفلان ولم أرك صنعت مثله؟ قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشه. وشان أمزات دلاب Rasul akram alayhissalatu vassalamning oldiga kirish uchun bir kishi ruxsat so'radi. Shunda u odam Rasululloh aytdilarki, bu urug'ini qanday ham yomon odam. Hali kirgani yo'q, qanday ham yomon odam bu dedilar. Ruxsat so'raganda. Keyin haligi odam huzurlariga kirib keluvdi, tabassum bilan kutib oldilar. Yozilib, gaplashib o'tirib juda xushmuomalalik qildilar. Haligi odam chiqib ketgandan keyin yana boshqa bir odam kirishga izn so'radi. Ruxsat so'ravdi, ruxsat so'raganning kimligini bilganlaridan keyin, bu juda ham yaxshi odam dedilar. O'z urug'ining ichida yaxshi odam bu dedilar. Haligi odam kirildi, uncha haligi avvalgiga
qilgan iltifotni qilmadilar. Oddiy gaplashdilarda ishini bitirib chiqarib oldilar. Tabassum qilib bir mulozamat ham qilmadilar. Haligi odam chiqib ketgandan keyin Oysha onamiz aytdilarki, ey Allohning rasuli, birinchi odam to'g'risida haligi gapni aytdingiz-ku, unga juda tabassum bilan, xushmuomala qilib, yaxshi ishlarni ko'rsatdingiz, iltifotlarni. Ikkinchisini to'g'risida aytgan gapingizni ham eshitdik, lekin unga unchalik qilmadingiz. Deganlar Rasululloh aytdilarki, ey Oysha, odamlarning eng yomoni uni fahshidan qo'rqib unga xushomadgo'ylik qilishlikdir. Shuni yomonligidan ehtiyot bo'laylik. Shuni kasriga qolmaylik deb xushomad qilib, yaxshi gapirib, siz falonsiz, siz pistonsiz deb jo'natib olish ekan. Yomonlik. Eng yomon odam shu ekan. Haligi kirgan odam shunaqa odam bo'lgani uchun Rasululloh unga yaxshi gapirib chiqarib olgan ekanlar. Haligi yaxshi odamdan unaqa qo'rqishi yo'q, boshqa yo'q. U bilan oddiy muomala qilsa ham, u undan yomonlik kelmaydi, chunki o'zi yaxshi odam. Ana shu ma'noni demak aytilgan ekan. Mana shu yerda ham Rasululloh akram alayhisolatu vassalam bitta odamning yaxshiligiga guvohlik berdilar, bitta odamning yomonligiga guvohlik berdilar. Chunki avvalgi aytgandek, u kishining bilimlari oliy darajadagi bilim, har bir narsani nihoyatda yaxshi bilganlar va ularni o'sha oqibatini ham yaxshi bilib aytganlar. Shuning uchun bu hadisdan keladiki, ba'zi bir odamlarni nihoyatda hayot davomida birga bo'lib, boshqa bo'lib, dini diyonatini, taqvosini, odamgarchiligini, hamma mardligini juda yaxshi sinalgan bo'ladi. Ana bu odamlarga ishonch komil bo'ladi. Ularning to'g'risida demak biroz maqtov gaplarni gapirsa ham bo'lar ekan. Lekin bilmay turib yoki chala bilib gapirish durust emas ekan.